Singapurskini bitirganman 2 yil oldin. Undan keyin Infinbankda ishladim. Infindan keyin Davrbankda ishladim. Davrbankdan keyin Agrobankda ishladim. Bankda klientlarning pulini yeb qo'yib boshqa. Faqat narkotik iste'molini to'xtatish bilan sog'ayish, davolanish bunga erishib bo'lmaydi. Lekin keyinchalik уже 2 oy deganda yaxshi ishimni yo'qotdim. Katta zavodda rahbar edim. Ishimni yo'qotdim. Keyin narsalarni sotishni boshladim. 2 ta mashinam bor edi. Mashinamni sotdim. Shu 3 ta bola bilan iste'mol qilganmiz. Qolgan hammasi qizlar 14 yosh, 15 yosh, 16 yosh, 21 hamma ko'pincha qizlar bunga kirib qoladi. Chunki qizlarda bunga tobelik kuchliroq deb o'ylayman. Masalan, oxirgi marta 18 yoshli bemorni davoladik. Bolamiz 9 yoshda psixoaktiv modda qabul qilishni boshlagan. Ya'ni psixotrop dorilardan, kuchli ta'sir qiluvchi dorilardan 9 yoshida boshlagan. Boshqa qizlar bilan tanishib boshladim. Narkochatlarga kirib, Telegramda har xil gruppalar bor. Ichida 3000 ta, 4000 ta narkomanlar gaplashib o'tiradi. O'sha yerdan qizlar topib, men hech kim yordam bera olmaydi deb qo'llarimni kesdim. 3 marta bo'ldi. Birinchisida qo'limni kesdim. Uydagilar kirgizmay bo'ldi, bor o'zing bilganingni qil deyishganiga qo'limni kesib, uydagilarni rahmini keltirib uyga kirib olaman dedim. Qo'limni kesdim. Ikkinchisida ham o'sha bitta qizni yaxshi ko'rib qoldim. Uydagilar rozi bo'lmaganiga yana qo'limni kesdim. 10 tomonini. Uchinchisida mashinada tog'ga borib 180 bosib, o'zim o'ldiraman deb tog'dan ag'darilib ketdim. Ya'ni bemorlar shifoxonamizga endi kelganda odatda qanaqadir xira ranglardan, agressiv, ya'ni to'q ranglardan foydalanishadi va ruhiy holati yengillanib, kelajakdagi orzulari, kelajagini ko'rishi bilan ranglar yorqinlashishni boshlaydi. Shunaqa holatlarda guvohi bo'ldiki, mana aynan bir doza yoqonli vositasi uchun kerak bo'lsa o'zini nima deydi, yaqin ayolini sotib olganlar ham. 15 kilo yo'qotdim. Ota-onam hayron bo'ldi, nimaga unaqa. Keyin 1-2 marta ko'rib qoldilar. Onamni ketib yuborishdi keyin. Men tashlab boshqa uyga. Shu yolg'iz qoldim-da oxiri. Ota-onalar, sizlardan iltimos qilardik. Bu psixostimulyator unaqa emas. Psixostimulyator shundoq sizni adashtiradiki, sizni bolangiz xuddi bir aktiv bo'lib, kayfiyatlari zo'r, kallasi zo'r ishlayotganday qilib sizni chalg'ityapti. Agar u birdaniga bo'layotgan bo'lsa va birdaniga kayfiyati o'zgarib qolib, teskarisini ko'ryapsizmi, sal ehtiyot bo'lishingiz kerak. Hozir u ko'zi qizarib yotibdi yoki uyqusirab yoki venasida bir qanaqadir teshiklarni qidirmang.